Soat 4 bo'ldi-yu, hali ham betdan dariy. Voy, okey, gapirmang. Mazamiz ham qochib qoldi bor. Bolalar ham ishlagisi kelmayapti. Kecha ham soat 3 da olib keluvdi bor, gaplashmasa u bo'lmaydi lekin. Okey, siz gaplashing. Menimcha keldi-yu, mashinani ovozga. Qani ketdi-yu, mashinasi turibdi. Yuring, gaplashamiz. Yuring. Ana abetan keldi. Nima o'qitiga? Mana qarang, okey. Kamligini qarang, o'qitdi. Nima bu, okey? Mana nonni qarang. Shunaqa ham kam. Bolalar hormaylar, nima bo'lyapti ishda? Hormaylar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Okey, nima bu, okey? Nima bu? Ovqat? Kecha soat 4 da olib keldingiz, childir sho'rva. Vaqtimga qarab olib kelamanmi? 2 kishilik olib kelibsiz, biz 3 kishi ishlayotgan bo'lsa. To'ymaysanlarmi? Mana qarang, okey, bunga kim to'yadi? Olib kel to'ymasang boshqa. 1 kishilik ovqatni 3 kishiga olib kelyapsiz, okey? Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, qiynalib qolyapmiz-ku, biz qornimiz ochiq qolib ketyapti. Ishi unumi bo'lmayapti. 3 kishilik olib keldim, yetadi, bemalol to'ysalar. Okey, mana shunga o'zingizni qorningiz to'yadimi? To'yadi, men bir qoshiqga qornim to'yadi. Yo'q, okey, biz ishlayotgan odam bo'lsa, mehnat qilayotgan odam bo'lsa, unaqa odamni izdivatcha qilmang, okey? Nima qilishim kerak sanki? Tandir go'sht olib kelib berishim kerak? Okey, yaxshisi bizga obed Qo'limdan pulini bera qoling. Katta olib kelib beraman. Yaxshisi obed pulini bera Obed qoling. bilan gaplashganmizmi? Bo'l, obedingga bo'l. Ya bunaqa obed beradigan bo'lsangiz, biz bu yerda ishlamaymiz, ketdi. Na, bezga suv olib kelib berasiz. Vodoprovoddan ishlading? Va, tem bo'lib, siz bilan ishlab bo'lmas ekan. Ketdi.